Assalomu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 86 soniga xush keldinglar. Bugun biz 5 fevralni xotirlash va siyosiy nishonimiz degan temada hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor afandim bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz Salih Xudoyor afandim. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Yangi yil bosqichi kelyotidi. Dunyo vaziyati shiddat bilan o'zgaryotidi. Bo'libmi bu yil qiyosimizdan olqigan o'zgarish bizni kutib turadi. Mayli Amerika qit'asidagi o'zgarish bo'lsin, mayli O'rta Sharq, mayli Yevropa, Rossiya, Ukraina bo'lsin va yoki Xitoy, Yapon vaziyatida bo'lsin, shiddat bilan jiddiy o'zgarish yuz beryotidi. Bu yerda Amerika markazchiligi bilan globalizm o'rtasidagi to'qinish mavjud. Bu yerda diktatorlik bilan demokratiya o'rtasidagi kurash mavjud. Mohiyat jihatdan aytganda, Xitoyning tarixdan beri mavjud bo'lgan dunyoga xo'ja bo'lish qor niyatidan ko'ra barliq ideologiyani suiiste'mol qilib, dunyodagi zo'r kuch bo'lish operatsiyasining natijasining o'tirishga chiqishi deb qarasak, bu xatolashmaymiz. Xitoyning sharq ko'tarilib, g'arb cho'kdi deb o'tirib chiqish bilan buning qarshisiga Trump boshchiligidagi Amerika hukumati chiqdi. Buning natijasini hammamiz ko'rib turibmiz. Cheksiz ishonamizki, bu jangda Xitoy g'alaba qilolmaydi. Hamda biz nima ish qilishimiz kerak deganda, tuvanda suhbatimizdan bu mazmunni ko'rib olasizlar. Suhbatimizga diqqat berishingizni umid qilamiz. Xayr. Salih Xudoyor afandim, 5 fevral namoyishimizning ahamiyati nima to'g'risida bir so'zlab bersangiz va biz izchil qilib kelayotgan namoyishlarimizning bizning mustaqillik irodamizni namoyon qila olamdi degan nuqtadan bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmet. Albatta oldimizdagi Perşembe günü 5 fevralninki G'ulji qirg'inchiligininki 29 yili kelmoqda. Yani 29. hatırlaş günü kelmoqda. Ve bu günde biz xalqaranın her qaysi joylarda, meyli Amerika'da bo'lsin, meyli Avrupa'da bo'lsin, meyli Türkiye'de bo'lsin, dünyanın her qaysi joylarda en az deganda, en aciz holatda hech narsa qilmasak-mu, namoyish urilishtirishimiz kerak va namoyish qilishimiz kerak. Bu namoyish faqatlam şu yerdeki şu şehitlerimizni hatırlash bilan birlikte bo'lmay qilib, yana xalqimizninki, şu şehitlerimizninki, şu jangovar qarindoshlarimizniki 99 yili 5 fevralda sovuq demay o'tirg'i chiqib, ya'ni bizning xalqimizninki tüp bo'lgan irodasi, davlatimizning mustaqilligini sizga keltirish, Xitoyning mustamlikaga qarshi turish, Xitoyninki zulümga ve epperayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari qarshi turish bilan xalqaraga bizninki xalqimizning irodasini bildirish uchun o'tirg'i chiqqan edi. Va afsus Xitoy tajovuzchilari doim qilayotganidek vahshiylarcha bostirib qonli shaklda necha yuz, balki necha ming qarindoshlarimizni shu G'ulji qirg'inchilikda shahid qildi, necha 10 minglaganlarni tutqun qilib, az deganda 10 yildan umr bo'yicha qamab etdi. Va biz shu shahidlarimizni xotirlash bilan bu namoyishni shu shahidlarimizni aslash bilan va bugungi kun har kuni shahid bo'layotgan, kunda necha yuz, az deganda necha yuz, balki necha ming qarindoshlarimiz turmalarda, ya'ni Xitoyninki kamplarida o'ltirilyotidi, qirg'in qilyotidi. Shularning xotirasi uchun, shularning ovozi bo'lish uchun, shularningki arzu tilaklarini, nishonini, ovozini dunyoga bildirish uchun bu namoyishni qilishimiz zarur. Ham umuman shu barliq burungi Sharq Turkistondagi bo'lgan namoyishlar, inqilobning hammasining asos nishoni şu Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish va Xitoy tajovuzchiligidan, Xitoy mustamlikasidan qutulish uchun eppirilgan harakatlar edi.
Şunu hatırlaş bilen birlikte biz yana halkaraga Şarkı Türkistan halkı hiç bir vakit özününki insani halkaralık kanun astıda özününki insani haklarını, hukuklarını din vaz keçmegenlikini ve devletininki e, mustaqillik nasıl keltiriş nişanıdan vaz keçmegenlikini halkaraga bildiriş bizninki vazifemiz. Şu bagen şehitlerimizinki ruhiga atap kıygan en aciz halkıdaki hareketimiz buludu öz tırandaşlar. Şunun için biz dünyanın her caydaki teşkilatlarını, şahslarını, faaliyetlerini bu günde uyuşturuculuk devleti de turayotgan devletlerde ilacı var. Tashqi ishlar ministrligining oldida agar u bo'lmasa parlamentning oldida agar u bo'lmay qolsa shu adam g'o'l to'playdigan yerda namoyish urishtirishini bugungi ham g'o'lji qirg'inchilikni xotirlash bilan bugungi bu qirg'inchilik davomlashayotganligini va bugun bu irqiy qirg'inchilik mana oldimizdagi 5-oyda 12 yilga kirdi va xalqimiz o'ltirilyotidi. Buni xalqaraga bildirish va xalqaranınki resmiy tadbir elishni, resmiy harakat qilishini chaqirishimiz bizninki ham insoniy majburiyatimiz, ham imoniy majburiyatimiz, ham bir Sharq Turkistonlik bo'lish bilan bizninki bu qiladigan majburiyatimiz. Hech narsa qilinmagan taqdirda namoyish qilma ojiz kelsakmi eng oz deganda shu sosyal medyadan foydalanib, mayli Facebookda bo'lsin, Twitterda bo'lsin, Instagramda bo'lsin, buni shu ham o'z tilimizda, ya'ni o'z milliy tilimizda ham shu turayotgan bizga hozircha shu sahibxonlik qilayotgan davlatlarga shu davlatning tilida bu irqiy bu g'o'lji qirg'inchilikni xotirlash bilan birga bu irqiy qirg'inchilikninki davom qilayotganligini va bizning birdan bir qutulish yo'limiz bu qulluqdan, irqiy qirg'inchilikdan shu davlatimizning mustaqillikni asliga keltirish va Xitoyninki mustamlikasiga oxirlashtirish ekanligini xalqaraga bildirishimiz hammamizning majburiyati. Rahmet. Siz dediniz bu 5 fevral namoyishi biz cho'qim qilishga tegishli namoyish. Biz unutib ketsek, biz o'tirib chiqmasak, bizning gapimizni qilib o'tirib chiqargan odam qolmaydi. Men Amerikaga tunji kelganda, tunji qatnashgan namoyish 5 fevral namoyishi. Shu chaqda bizning ay yulduzli ko'k bayrog'imizni ko'rib nihoyat hayajonlangan va o'zimga bir qasam bergan. Bu namoyishga cho'qim chiqaman bundan keyin deb. Ta hozirgacha shuni qilib keldim. Ondan keyin 5 iyul namoyishida qatnashgan bo'ldik. Hozirgacha bu niyatdan, bu aqidadan yonmadim. Agar bir millat xuddi siz degandek o'zining haq-huquqidan yenib qolsa, uni hech kim o'zini o'zi tashlagan millatni hech kim qo'llamaydi. Ham biz bu hozirgacha qilayotgan namoyishlarimiz izchil holda bizning mustaqilligimiz bilan, bizning kishilik huquqimiz bilan, bizning qadr-qimmatimiz bilan, bizning egilik huquqimiz bilan munosabatlik. Masalan, 5 fevralda 5 iyul, undan keyin Xitoyning bizga tajovuz qilgan kuni va bizni ishg'ol qilgan kunni xotirlash, undan keyin Baran inqilobini xotirlash degandek. Hukumatimiz izchil bu namoyishni qilib kelyapmiz. Buningdagi maqsadimiz biz mustaqillik arziydigan davlat, ikki qatim jumhuriyat qurgan ve irademizden yanmaydigan kişiler deganni ve xalqimizning iradesini. Biz işimiz, bizning mutlaq ko'p qism xalqimiz bu irada bilan yashaydi. Ammo irada cho'qim bir ish bilan o'tirib chiqish kerak. Bir amaliy ish bilan. Agar o'zimizning qarindoshlari o'chqashkalik qirilgan bir kunni biz chiqib xotirlayolmasak, u kun qattiq sovuqda, oqti ko'kda deb bizning to'rlarda qattiq bir narsani yezib ketamiz. Ammo bu sovuqning dardini biz tatib boqmasak, bizning namoyish chiqmoqchi bo'lgan kunimiz qattiq sovuq bo'ladi. Yillardan shu sovuq qilyapmiz. Shuni ifodalamasak, haq bizga ishonmaydi. Xuddi xalqaro vaziyat o'zgarib bizga nurg'un fursatlar kelayotgan taqdirdami, bizning ahvolimizga qaraydi xalqlar. Shunga endi Amerikadagi qarindoshlar bo'lsinmi, mush vaziyatda bo'lsinmi,
özüңlarning aqidasi uchun bo'lsinmi, kichkina vijdoninglar uchun bo'lsinmi, mush namoyishimizga qatnashib berishinglarni umid qilamiz. Albatta ziyon tortisizlar, ish haqqini ololmaysizlar shu kunlik nurg'un jafo bo'ladi, ammo arziydi. Rahmat Solih Xudoyor afandim. Bu qitim Washingtonda o'tkazilgan Xitoy tashviqotining aksicha Tibetning Xitoyning bir parchasi emasligi to'g'risidagi yig'indan olgan ta'sirotingizni biz bilan o'rtoqlashib boqqan bo'lsangiz marhamat. Albatta, ba'zi qarindoshlarımizga ma'lum bo'lganidek, mushu oldin o'tgan hafta, mushu o'tgan kunlardan birisida NEDda mushu Tibet surgun hukumatiningki rahbarlari bilan birlikda amerikalik muxbirlar va NEDning boshliqlari va mushu Tibetninki azaldan Xitoyning bir partiyasi bo'lmagan haqida bir kitap tunushtirish faoliyati o'tkazildi. Shu yerda bir 1200 betlik kitapni tunuşturdu. O kitapni yazgıçısı Xitoy ziyolilardan birisi bo'ldi. Va Xitoyninki shu o'zininki tarixiy materiallarga qarab Tibet Xitoyning bir parchasi emasdi degan xulosani bermoqchi bo'ldi va shuni berdi. Va undan sirt yana o'tganda bizningki 11-ayda Amerika parlamenti guvohlik yig'in bergan vaqtda ambassador Sam Brownback, ya'ni elchi Sam Brownback shu yerda Sharq Turkistonmi Xitoyning bir parchasi emas degan ismda bo'lishi mumkin. Buni hukumatimiz va shu hukumat rahbarlarimiz va mustaqil tarafdor tashkilotlarimiz buni keng ko'lamli paylaştı. Gerçi ko'pincha biz mustaqilchi degi olganlar jim turib olgan bo'lsa-mu, shu yerda u apandim dedi, Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi emas. Xuddi Qozog'iston, O'zbekistonlar Rossiyaning bir parchasi emas gibi va shuning uchun Amerika hukumati bundan keyin bu hozirdan tortib Sharq Turkiston, buni Xinjiang emas, Sharq Turkiston deyishimiz kerak deb buni kuchli shaklda o'tirib qo'ydi. Biz yillardan beri buni mushuni e'tirof qildirish uchun, mushunda o'zgarishni keltirish uchun izchil harakat qilayotganligimizni hammadamga namoyon. Shu yerdami u apandim dedi, bu Tibet Xitoyning bir parchasi emas, hatto Sharq Turkistonmi, ya'ni bizni tilga oldi ambassador Sam Brownback, u yerda so'z qilganti. Va nayt muhim bir nima bo'ldi desak bo'ldi Tibetlikka nisbatan. Keyin ma'lum bir muxbir savol javob qismiga kelgan chaqda hammamiz bo'lmasaqmi bir 10-20 dak odam qo'l ko'targandi. Uning ichida men bor. Afsus savol so'rashga biz tanlanmadik, ammo bizningki qarindoshimiz, millat irqimizdan bo'lgan muxbir qarindoshimiz Mehmetjon Juma apandim savol so'radi shu yerda. Xo'sh, hamda Xitoy o'xshash tashkilotni qilyotdi Sharq Turkiston haqida. Sizlarmi, ya'ni bu riyosatchiliga va shu yerdagi suhbatni nim qilayotganligi dedi. Sharq Turkiston to'g'risida shunday bir kitob yozilishi, shunday bir narsani nim qilishga qo'llamsizlar, shunday bir narsa mumkin bo'lamdi deb nim qilsa, riyosatchidan birisi, shu asl riyosatchi Josh Rogan, Washington Post'ninki cho'ng muxbirlardan birisi. Shu qilib dedi, Xitoy ziyoliga qarab, bu nayt yaxshi bo'ldi, balkim sizmi yana mush masala to'g'riliq yana bir 1200 betlik kitob yozsangiz dedi. Ammo u Xitoy yana shu Xitoylikni qildi. Xitoy bizga kelgan chaqda davomli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, demokratchi bo'lamdi, musulmoni bo'lamdi, insonparvar bo'lamdi, millatchisi bo'lamdi, kommunist bo'lamdi, hammasi bizga kelgan tutumi o'xshash. U Xitoy ustulik bilan dediki, shaxsan men Tibet, Tayvanninki, Hong Kongninki, hatto Xitoycha rezil atalg'i bilan dedi, bizning davlatimizning ismini. Niki mustaqillikni xohlayman, lekin yoki qo'llayman, lekin bu ishga
Tibet o'xshamaydi. Bu üçe ezelden Xitayla yaşap kelgen zamanlar, Xitayning bir partisi, şunu çıkıp ben bu meseleге kirmeymen, deplam gapni aşında tüketdi. Biz bu yerda nim qilayli desek, inkaz bildireli desek, onunla fırsat bo'lmadi. Yani özünün işini başkalar yig'ishtirib nim qildi. Keyin men shu NED'ning boshlig'i bilan va boshqalarga dedim. Zaten bizniki Aqtoshlik kitibimizni Sharq Turkiston azaldan hiçbir vaqt Xitoyning bir partisi bo'lmagan, partisi emas va birdan bir yo'li shu mustaqillik nasl keltirish degan Aqtoshlik kitibimizni ularga berdim. Xitoyga paranglashib yurishning hojati yo'q. Chunki Xitoy baribir Xitoy. Shuningdan tushundimki, bizningki qilayotgan davosimiz, ya'ni umuman hukumat Sharq Turkiston surgun hukumatining demayapman, ammadan bizning qilayotgan davosimizni oshkor biladi. Biz shu azaldan shu mustaqillik masalasiga keltirish, mustamlikadan qutulish va xalqimizningki mavjudligi kapolat qiladigan birdan bir yo'l shu mustaqillik ekanligini biz xalqaraga bildirib kelyapmiz, shuning davosini qilyapmiz. Ammo umuman tırnak içinde Uygur davası dep tunulyaptı ya, yoki shunday tunulyaptı. Shuning ichida Epagaliniki qilayotgan davosyniki ne kadar foydasiz ekanligini yana o'tirib qo'ydi aşağıda. Shundan tushunsak bo'ladi. Chunki Tibetliklar kelgan chaqda Amerikaliklar, masalan, Tibetliklarni Amerikaliklar va boshqa davlatlar Tibetni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilganlar. Tibetni inki öz taqdirini öz belgilash haqqi bor deb e'tirof qilganlar. Tibetni Xizang degan atalg'ini ishlatmaydi. Tibet deb e'tirof qilganlar. Ammo bizningki kelgan chaqda ya Uyg'ur masalasi, ya Xitoyning rezil atalg'isining masalasi yoki kishilik huquq masalasi deb manda demay turg'iliq. Buningki tüptün sababi shu bizningki shu da'vo qilyapman deganlarniki buni nim qilmayotganligi. O'tgan yili 2 yil ilgari biz 60 necha tashkilot parlamentga o'xshash biz Tibetliklardan ayrim bir cho'ng talabni qilmadik. Amerikaga shu Tibetlik bilan bizni o'xshash barabar Tibet masalasi bilan Sharq Turkiston masalasini o'xshash deb harakat qildik-ku. Uchiq nim qildik. Shu vaqtda ba'zi bizni da'voga degan munofiqlar, hatto xalqaro qonun mutaxassislari biz qonun mutaxassisi deb o'zini anglab aytib nim dedi. Buni yangi ichidan qilish kerak. Bu masalalarni o'tirdi demaslik kerak. Tibetliklar o'tirdi deganlik uchun shu Tibetni Tibet da'vatgan gap. Tibetliklar o'tirdi talab qilganlik uchun Tibet hiçbir zaman Xitoyning bir partisi emas edi deb hammadan buni o'tirib qo'yapti. Tibetliklar bizningki o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimiz bor deganlik uchun buni xalqaro e'tirof qilyapti. Yangishi demayapti uni. Echiq faoliyat qilyapti. Qonunlar yurgizish uchun qilgan nurg'un ishlar bor Tibetliklarga. Har qanday kichik tashkilotini tortib surgun hukumatigacha hammasi o'xshash mushinasida o'rtaq. Biri biz azaldan Xitoyning bir partisi emas. Ikkinchisi o'z taqdirini o'z belgilash haqqimiz bor. Bizning davlatimizning ismi Tibet. Xitoyninki emas, Xizang yoki boshqa narsa emas deb. Biz o'zimizninkini belgilaymiz. Xo'sh, uning ichida mustaqillik, aqchko'k deydigan nimalar bor. Ammo uningmi ambassador Sam Brownback berdi. Chunki yana Tibet surgun hukumati mazliq qilib aşağıda. Shaxsan bizning ko'z qarashimizdan, ya'ni biz o'tir yo'lni nim qilyapmiz, o'tir yo'lni tutish kerak dedi. Shuning bilan ambassador Sam Brownback dediki, bu o'tir yo'l oqmaydi sizlarga. Ko'rdik ayni Hongkongdan, Hongkongning o'tir yo'l qanday bo'ldi? Bu sizlarga nim qilmaydi, bu Xitoy uni tushunmaydi. Uni nim qilmaydi, sizlar shu mustaqil bo'lishinglar kerak. Mushuning yo'lini menishinglar kerak deb u odam e'tiroz bildirdi. Va keyin biz o'sha yerda nim qildik. Ammo asosiy xulosasak buningki nimasi? Bizningki qilayotgan davosimiz, ya'ni Sharq Turkiston surgundagi hukumatninkini demayapman. Bizninkini hammadan biladi. Asrtki biz da'vo qilyapmiz deganlarning biz qilayotgan davosi po'qtin. Hech narsaga ahamiyati yo'q.
30 yılının yazı, 40 yılının yazı dava kılıvatımız dep bir Şarkı Türkistan'ı nim kıldıranmıdı. Şarkı Türkistan'ı talep nim kılımız degenge karıştı bu münafıklar. Kıravatlar. Hatta Ambassador Sam Brownback'ninki parlament söz degen nimisini o kadar mühim bolmasa. Ama bu yerdeki bununki meyli teşkilatları bolsun, muşu kişilik hukuk Uygur davası kılıvatımız degeninki meyli teşkilatları bolsun, meyli şu azaları bolsun, meyli atrapıdaki bunu püydeleyilgen medyaları var o yüzyası vargan. Hiç birisi onu hava kılmadı. Hiç birisi halkımızga onu anlatmadı. Şunun küreleysizler bununki nişan nime. Onun için bir yerde bu Xitay'ninki ayağa anda deyişi hem aşağıdaki bu kalçalarga nimi biriş, mesaj biriş. Yani bir taraftan ümitsizlendiriş nimine insanlar. Ama yani bir taraftan özününki kim ekenligini aşkarlap boldu. Bunu burun düşünmegen bolsa şu yadıllam düşünüş gerek bular asli. Xitay'ninki baribir Xitay ekenligi. Meyli demokratiya kalpakını kiyivaсын, insanparvar kalpakını kiyivaсын, nim kandaq kalpakını kiyivaсын, baribir Xitay. Bunu tunup yetiş gerek idi. Tunup yetiş gerek hammamiz. Çünkü o Xitay nim bolsun, kandaq Xitay bolsun, baribir Xitay. İşte o karıştı bolsun, akıştı bolsun, sergiştı bolsun, baribir işte avşıydı o. Sürekli nim kılıdı. Sürekli nim kılıdı. Bolmasa şu hocayınınki nimisini nim kılıp şu çileydi. Çim karıştıysa. Şu okşaş. Şunun için bizning hazır bu peytde, muşunda özgürlükler bulayotgan peytde barlık teşkilatlarımız biz hamma qilgan hareketimizni muşu nişanımız yani milletninki devletimizning eng birinci hamma barlık hamma narsamizni kafolatlik qila oladigan kishilik huquqimizga, diniy erkinligimizga, qul emgak qullikdan qutulishga, mustamlikdan qutulishga, demokratiyaga akilishga hamma narsa kafolat qiladigan birdan bir narsa bor, u bo'lsa Sharq Turkistonninki mustaqillikni asliga keltirish va Xitoyninki mustamlikasidan qutulish. Şunun için kurash qilishimiz kerak. Barliq qolgan narsani ko'rdik mana. İnsan haklarını 76 yılına yazık kıldı. Hani ko'ryapmiz. İnsan haklarının hech kim bilan inkari yo'q. Hakları aqchi ko'kchi desang. O'zingning haqqini o'zing qo'g'dimisan, o'zing shu haqqing uchun kurashmisan, hech kim sana kelib urushib bermaydi aziz qarindoshlar. Bunu bilishimiz kerak. Biz o'zimizning haqqimizga nim qilishimiz kerak. O Xitay özgüramikin, andaqlamikin, mandaqlamikin, atogin kompartiya yıkılsa, yeni bir Xitay demokratının kız bizge autonomiya beramikin, anda beramikin, manda beramikin dep xiyal qilish tamamen elqi nima? Ham xiyal. Ham xiyal. Amalga oshmaydi. Ama biri amalga oshmaydi, biri ikkinchisi Xitoy bizni tüptün yo'qotish nishonidan voz kechmaydi. Buni tushunishimiz kerak. Xitoyninki 100 yilning yozi necha xil Xitoyni ko'rdik. Hatto chet eldagi demokratchilarni mi ko'rdik ya? Wei Jingshendek, nima Fransiya parlamentida irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan chaqda Xitoyni tug'ilgan Malayziyalik Xitoy bo'lmasa bu tegi. Malayziyalik Xitoy, butun umrini shu g'arb davlatida demokratiya ostida cho'ng bo'lgan Xitoy yana nima dedi? Yana qarashdi. Fransiyada o'xshash bo'ldi. Gollandiyadagi 50 necha Xitoy tashkilotlari o'xshash nima qildi? Hozirgacha o'zini da'vogar degan buning atrofidagi bu bilan burun yalishib, og'iz burun yalishib yurgan. Hech birisining og'zidan Sharq Turkiston degan nimasini tilga chiqarmaydi ular. E'tirof qilolmaydi. Yana nim desanglar, yana shu biz oldi bilan Xitoy kompartiyasini yig'itib keyin nim qilsak bo'ladi, keyin buni keyin deyish olgan masala deb, yana shu vaqt qazanish. Hamma narsa shu Xitoyga vaqt qazandirish. Bizningki boshqa davoni, boshqa narsani tashlab, hozir shu siyosiy davosimizga kirishimiz kerak. Siyosiy qutulish yo'liga atlanishimiz kerak. Har qanday tashkilot. Har zihnimizni, bar kuchimizni, bar iqtisodiy va har qanday kuchimizni shu davlatimizningki nima ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilinishini
xalqaro qonun bo'yicha bizningki tashqi o'z taqdirini o'z belgilash haqqimiz bor ekanligini, mustamlikadan qutulish haqqimiz bor ekanligini xalqaroga din tarafidan eng oz deganda bir o'n necha davlatlar tarafidan e'tirof qildirib olishimiz bizningki tubdan birinchi qiladigan ishimiz, vazifamiz. Eng jiddiy shaklda qiladigan vazifamiz bu bo'lishi kerak. Chunki vaziyat o'zgaryapti. Siz bayam davatsiz. Mayli Xitoyninki ichki jihatdan urush chiqsin, mayli tashqi jihatdan boshqa urush yoki bir o'zgarishlar yuz bersin. Agar bu fursatni qo'ldan kessak, biz yana shu Xitoylarninki o'yiniga tushib ketamiz. O vaqtda biz 20-30 yil qolmay tamoman yo'qlaymiz. Bu tamamen yo'qlaymiz. Chet eldagi tilimizni saqlab qolish, madaniyatimizni saqlab qolish hamma narsa yo'qladi. Xalq u yerdagi yo'qolgan, xalq yo'qolgandan keyin biz chet eldagilarni ko'ryapmiz mana. Ne odamlarninki, o'zi ziyolilarimizningki, nimalarimizningki ko'ryapmiz. Chet elliklarga balları chet elliklarga to'y qilib, chet ellik bo'lib ketib, hatto Turkiyada turklashib ketib, boshqa yerda nag'i bas shu yerlik bo'lib ketib, erib ketib bordi. Biz saqlayolmaymiz bu chet elda o'zimizni. Bizning birdan saqlaydigan narsa umumiy har jihatdan shu davlatimizning mustaqillik masalasiga keltirish. Undan keyin tilimizni masalaga keltira olamiz, dinimizni saqlay olamiz, tariximizni to'g'ri qila olamiz. Hamma narsamizni qaytadan shu vaqtda shakllantira olamiz. Shuning uchun barliq kuchimizni bu yo'lga atishimiz kerak. Rahmat. Sizningki bu yig'inga borganda Aqtashlik kitobni ko'tarib borganingiz, buni shu yerdagi insonlarga taqat qilganingiz bak yaxshi bo'libdi. Bu Tibet, xuddi Tibet Xitoyning bir partiyasi emas deganga o'xshash, Sharqiy Turkiston azaldan Xitoyning bir partiyasi emas degan temadagi bu Aqtashlik kitobimiz amaliyotda bu masalani o'tirib qo'yib bo'lgan. Faqat buni bizning hukumatimiz chiqadi xolos. Shuningga garchi savol bizdan bu bir kitob yozilgan bo'lsa deb tushgan bilan amaliyot yozilib bo'ldi bu kitob. Bizda bor Aqtashlik kitob. O'zimiznikini bilmayapmiz, tanımayapmizki. Yoki mundaqcha aytganda Uyg'urlar o'zidan chiqqan narsani toz ko'zga ilmaydi-ku. Tegidan aytganda o'zini ko'zga ilmagandek bir ish. Buningda qanchalik narsa bo'ldi degandek o'ylab qolgan bo'lishimiz mumkin. Esimizda bo'layli. Esimizda bo'lsin-da. Aqtashlik kitobda bu narsa faktlar o'tirib qo'yilgan. Sharqiy Turkiston azaldan Xitoyning bir partiyasi emas deb o'tirib qo'yilib bo'lgan. Hamda Xitoyga kelsak, Xitoy o'zininki hamda bir yomon kunga qolgan vaqtda hatto Tibetni berib o'tish mumkin. Ammo bizga kelgan nimishqa bermaydi. Chunki biz Xitoyning birdan bir chiqish yo'li. Xitoyning tarixdan kelayotgan qarniyatininki dunyoga ichilish yo'li. Ham butun boyliqlarning kelish manbasi. Shunga ularga bizning ziminimiz lozim, biz lozim emas. Bularning qarniyati bizni yo'qotib o'tish. Undan keyin O'rta Osiyoga dunyoga ichiladigan bu yo'lni o'zininki kelgusi nishon uchun ishiltish. Hergizmi o boshqa Xitoylar chiqib qilib tuyuqsiz o'zgarib, bu ularning geni o'zgarmaydi Xitoyninki. Qat'iy o'zgarmaydi mumkin emas. Har qanday xuddi siz degandek, har qanday yaxshisimi Sharqiy Turkiston masalasi kelganda, hatto Tibet masalasi mana bu qitim dedingiz, Tibet masalasidan bo'shabdi-ku. Ammo Sharqiy Turkiston masalasi kelganda qat'iy yanmaydi bular. Men taxi yong'inni ko'rmadim. Men birisining bir namoyishda birisining kelib, masalaning mustaqilligini qo'llayman degan bir Xitoyni ko'rganman. Ammo shunday deb qo'ydi deb o'yladim. Ammo haqiqiy nuqtadan bunda degan Xitoyni taxi ko'rmadik, ham ko'rmaymiz. Bundan keyinmi agar ko'rsak biz bir yo'lda desak bo'ladi. Chunki bizning mustaqilligimizni har qanday odam qo'llasa, mayli qaysi dinda bo'lsin, nima bo'lsin, bizning do'stimiz bo'ladi. Bu yo'ldan biz adashmaymiz. Bizning Aqtashlik kitobimiz yana bir qitim ta'kidlab o'tay, bizningki Xitoyning bir partiyasi emasligimizni jo'g'rafiya, tarix, siyosat har qanday nuqtadan, cultural nuqtadan hammasidan birlashtirib turib o'tirib qo'ygan. Aqtashlik kitobimizni biz tirishib taqdotimiz ingliz tilida bu, chunki ingliz tili dunyoviy til bo'lgani uchun hammadan foydalana oladi deb ingliz tilida o'tirib chiqqan. Buni bir izlab beqishinglarni, o'qib beqishinglarni umid qilamiz. Uningdan nurg'un narsalarga erisha olasizlar. Agar boshqalarga hech nima tushuntirmasanglar, shu kitobni bir tal bersanglar, demak cho'g'on gapinglarga yeta olasizlar. Bizning dardimizni to'liq anglitadi. Hamda biz bu xalqaro vaziyatni bu yil qattiq o'zgardi dedik, nurg'un ishlarni ko'ryapmiz. Necha vaqtdan Xitoyni yomon cho'ng bilib ketib, mush dunyoni kontrol qilyotdi, oq o'ket, ko'k o'ket deb Xitoyga ichidan qoyil bo'lib ketib, Xitoyga o'zininki moyilligini,
özünün galçılıkını bildirip kelgen nurgun davagerlerimiz var, nurgun halkımız var. Xitaydan bir yaxşılık göremenmikin dep oýlanyp atgan hazırgyça şundak. Emma dünya undan maňmady. Hazır işler naýat yaxşy ýa ketip atady. Endi muşundaq bir weziyetden göre biz siyasi nişanymyzy kanda togurlaýmyz, baýmy dep ötdiňiz we nime kılışymyz zörür? Mesela namaýyş diýmiz, ýa bizning aldymyzda kıladigan işler şunçalyk köp go. Til diýmizken, usul oýnaýmyz diýmizken, sorun tüzep oýnaýmyz diýmizken, çykyşlyk kılymyz, uýgurly bek aldyryş ötümüz biz. Emde biz siyasi jihatdan kanda bir sezgir boluşymyz gerek, nişanymyzy kanda togurlaşymyz gerek. Merhamet. Bir bayan dep ötkinimdek biz nim kandak dava kıysak, nim tırnakның içinde hareket kıysak, meyle dini erkellikni kollaş yoki kogdaş jihatdan erkellikni kıysak, onu düşündirişimiz kerek ki halkaraga, hem şu yerdeki biz nim kılayotgan halkaraga bu dini erkellikimizden, bu zulüm uçuravatkanımızın tüp yıltısı Xitay işgaliyet ekenligini, Xitay mustamlikisi ekenligini ve bizninki kutuluşunun birden-bir yılı, yani şu dini erkellikimizni aslı keltiriş, kogdaşның birden-bir yılı şu devletimizin mustaqilligini aslı keltiriş, Xitayning mustamlikisinden kutuluş ekenliginden ibaret ekenligini, başka yol yok ekenligini bildirişimiz gerek. Sanat jihatdan mı? Mesela tilimizni yuqtip atıdı deymiz go. Tilimizni asasen yuqtip boldy. Tilimizni yana saklap kelişning birden-bir yolu, yani şu devletimizning mustaqilligini aslı keltiriş. Xitayning mustamlikisinden kutuluş. Xitayninki işki jihatdan hakimiyeti özgüremdi, başka näse bolamdy. O bizninki meselemizge o kadar çoğ özgürüş bolmaydy. Eğer Xitay işgaliyetinden kutulmasak, Xitay işgaliyetinden kutulmasak, yani şu devam kılıyordu. Kulluk devam kılıyordu. Yani başka ırkı kırgınçılık devam kılıyordu. Mustamlik devam kılıyordu. Bunu çendirişimiz gerek. Her cihattan, her sahadan, sanat cihattan bolsun, nimi cihattan bolsun, bunu asas mesajımız halkaraga şu boluş gerek. Ve biz hiç näse kılamasak mı? En aciz nokta dedik ko. Biz en aciz hareket kılalaydıgynymyz. O kadar mıcık desmi ketmeydi. En aciz hareketimiz şu sosyal medyadan paydalanyp izchil şekilde davamlık şu nimeni mail bayanatlarımızda bolsun, mail Twitter'da postlarımızda bolsun, Facebook'ta bolsun, muşunu bildirip duruş. Muş muhim noktany kandak nimegi bolsun şunun kıstırış. Bunu kıstırmasak halkara bunu tönüp yetmeydi. O bir. İkinciden onunki sal üstürak, o dehşet aciz. Bu bolsa şu namayiş kılış. Onun için üçüncüsü emme teşkilatlarımız, biz dava kılavatımız, palanç hükümetke anda dedik, manda dedik dep oturumuz go. Biz palanç parlament bilen köreşdik, pokunç parlament bilen köreşdik, palanç teşkilat köreşdik, pokunç teşkilat. Şulağı mı? Mana bizninki hazır sizler 13 yılın yazı bu ırkı kırgınçılık devam kılavatıdı. 76 yılın yazı bu işgaliyet ve mustamlik devam kılavatıdı. Mana sizler ırkı kırgınçılık dep itiraf kıygan devletli boldu. BDT'mi bu insana karşı cinayet dedi. Emmeden bunun bilivatıdı. Amma tip yıldız meselini hal kılmavatıdı. Bu tip yıldız mesele. Bunun başlanışı nim sebepten bulavatkallıkını resmi oturup koyulmasa, bunun resmi bunu ahırlaştırın üçün asas birinci şartı Xitayning mustamlikidan ve işgaliyetinden kutulmay turup başka näsilininki mümkün bolmaýdygyny, halkymyzga, bizge demokratiya akilimiz dawatqaly baya. Şu demokratiya akiliş üçün muş birinci şart ekenligini bildirişimiz gerek. Bizge dini erkinlik muş birinci şart bolmay turup bu mevcut bolmaýdygyny bildirişimiz gerek. Bizning tilimizni saklap kalymyz digenligimi opmaşaşny nimne kılışımız gerek. Matbaatlarımızda mesela nurgun paç parat matbaatlı küpeyip ketdi go medialar. Küpünçde bu mesele tilga ilinmaydı. Hatta numus kılmayalıq Xitayninki Şinjan atalgısını başlık kılıp elep rezil atalgısını. Ondan keyin Şarkı Türkistan'ni tırnakның içi koyap koyatkan bazı nimeler bar, kiravatımız. Ağzımı buzgum yok.
Amma münafıklıktan başka narsa emas. Onundan ötesini degen ba, amma en azında münafıklık desek buladı. Bir taraf turuvatımız. Bir taraf emas o. Xitayning tarafı turuvatsa, eğer Xitayning rezil atalgısını nim kılasa, eğer bir taraf tursan şu Şarkı Türkistan texmi bir taraf. Çünkü o hem siyasi atalgı, hem coğrafya atalgı, hem tarihi atalgı. Xitayninki Şinjan degen rezil atalgısı fakatlam siyasi atalgı. Yani yeni teritoriya, yeni zemin. Xitaycha. Şunun için bundan aslında nim kılmaslık gerek. Bu medyaçılar eğer resmi nime bolsaň, halka bir taraf noktasından kılıvatımız desem, toğru kılışın gerek. Mesajımız amma narsada toğru boluş gerek. Üç narsani biri döwletimizning toğru ismisini, Şarkı Türkistan, bizning halkymız asallyk millet emas ekenligini, asallyk pasallyk degen narsani tilganmaslygyny, indigenous degen narsani red kılışny. Biz şu Şarkı Türkistan'ın yarılık halkı, Şarkı Türkistan'ın igisi, Xitaylarni Xitay puhralary Akçökte emas u ýerde. Xitay puhras emas u ýerde. Xitay mustamlikçileri, Xitay işgal etmişleri aşında nim kılışmamız gerek. Ve bizninki davamlyk her kandak nimimizde. Mesela sürgün hükümetninki nimeler karşılanlı buldu. Her kandak bergen bayanatımızga karasan meyli kişilik hukuk meselesinden bolsun, meyli dini erkellik meselesinden bolsun, meyli iqtisadi meseleden bolsun, meyli başka meseleden bolsun, her daim biz mana bizninki bu zulümninki, bu ırkî kırgınçılıkninki, bu dini erkellikimizninki zahmy uçuruşu, tilimizin yuquluşu hemmesininki tiptin tip yıltısı Xitay işgaliyeti ve mustamlikçilikden ibaret. Bunu el kılmay turup bizninki bu erkelliklerimiz, bu nimelerimizni nimklanmaymiz, aşıranmaymiz, bu ırkî kırgınçylygyny toktanmaymiz dep bunu halkaraga bildirişimiz gerek. Ve asta küräwatsylar, belki bazılar dikkat kılmawatydy, ama eğer garip matbuatlarda maş küçäýnen ýazy çykypatgan nimeler garasaňlar, hili hükümet rahbarlary hili ziyaret kılany kabul kıldy ve asta bizninki digen şu meselelerimiz hem kiçikin bir iki cümlelik bolsumy kıstırılıwatydy. Yani Xitay işgaliyeti red kıldyganlygymyzni, Xitay mustamlikisini red kıldyganlygymyzni we bizning birden bir kutuluş ýolumyz şu mustaqillik ekenligini küräwatsylar. Bunu asta nim kılýatydy. Burun mesele şu üzümizde. Üzümüz etmasak başkası şu nim kılýardy ki. Üzümüze yetişimiz gerek. Üzümüz hazır mana ırkî kırgınçylyk dep itirap kıldyňlar, nim kıldyňlar akmady. O kişilik hukuk nim Xitay onu hürmet kılmady. Çünkü asıl mesele bu menba mesele. Bunu şu ammeninki menbasi şu işgalet. Bunu el kılmay turup başka narsa hal bolmaýdy digen mesajny halkaraga bildirişimiz gerek. Ve biz barlyk taleplerimizde, hükümetlerimizden sana bir hükümet kelip nimi kılyp berýär dese, en az degende Şarkı Türkistan Xitayninki rezil atalgysy Şinjanny işletmey, Şarkı Türkistanny işlet. En az degende Tibetni kanda kollawatgan bolsaň, Tibetni Tibet dep atawatgan bolsaň, bizning Şarkı Türkistan dep atyşyň gerek. Tibetning nima öz takdyryny öz belgileş hakkını kollawatsaň, biznikini mi kollaşyň gerek? Tibetninki Xitay tarapyndan işgal kılganlygyny resmi yoki parlament jihatdan itiraf kılgan bolsaň, biznikini mi okşaş nim kılışyň gerek dep bununga talep kılışymyz gerek. En addi en mühim üç talepler muş buluş gerek. Siyasi talepler. Onandaki kalan iqtisadi jihatdan anda yardam kılamiz, manda yardam kılamiz, o başka gap. Ama o üçü asas nim buluş gerek. Çünkü vaziyet käge wagtda bizge aldığımızda en ahırkı bir fırsat var. Şu wagtgacha ma işler hal bolmay kalsa Xitayning içinden jihatdan işki bijinim çıkamdy yoki taşky jihatdan bijnas bulamdy, yani fırsatny ýukutyp koýgan bolmamyz. Yani şu alqy bazı münapıklarınki oturga çıkıp Şinjan döwleti kurumuz degen restoranlar barmy? Ha, şunda bulap kalady. Yani şu Xitaylynyňki hükümranlyk astyda, Xitay mustamlikçiligiň astyda, işgalçylygyň astyda atalmış Şinjan döwleti bulap kalyp, eger şu ýenim kıysa, eger şu unumu nim kıysa, unumu Xitaylar
aldirip nima qilib etmeydi o. İlacı ba tutsaydı o mustaqillik buluşumuzun tamamen tutsaş için hareket kıldı o. Ama biz halkara jihatdan özümüzninki haklarımızı halkaralaştırıp alsak, davasımızı, hakiki davasımızı, Uygur davası emas, Şarkı Türkistan devlet davasını, mustamlika qarshi turish davasimizni xalqaralashtirib olsak, o vaqtda biz qutula olamiz. O vaqtda fursat kelgan vaqtda chunki biz hech bir vaqt askeriy jihatdan mag'lub bo'lmadik. Doim nada mag'lublayotimiz? Shu iqtisodiy deman, siyosiy jihatdan, ustil jihatdan mag'lublayotimiz. Biz bundan keyin unda xatoliklarni takrorlamasligimiz kerak. Shuning uchun takrorlamaslik uchun hozir qila oladiganimiz mushu yo'lni minishimiz kerak. Mushu yo'lga tayyor turishimiz kerak. Keyin bizni xalqaro davlatlar qo'llaydiganlar bizni setib etamdi, nima qilib etamdi, haqqimiz bo'ladi yana. Turib turdi. Bizni setib etgan taqdirdimi biz yana ma haqqimiz bordi deb biz davom qila olamiz. U qadar cho'ng setilib ketolmaymiz. Shuning uchun buni hozir qilishimiz bizningki tüptüm birinci qiladigan işimiz shu. Tilni saqlash, uni saqlash muhim nima emas hozir. O qadar muhim nima birinchi o'rinda Hayat Mamat nimasi kelmaydi, taqashmaydi. Hayat Mamat shu davlat. Davlat bo'lmay turib, o qolganimiz yo'qlamiz. Masalan, Xitoy ati shunda irqiy qirg'inchilik, mustamlika ishg'oliyatini davom qilsa, 20-30 yildan keyin adam qolmaydi. Sharq Turkistonda adam qolmaydi. Tamamen Xitoylashadi. Ondan keyin o chet eldikisi bizningki bir yomon yig'ib chiqsa, O'rta Osiyoninki sirtidikini yig'ib chiqsak, shu 200 mingga bormaymiz. Suriya masalan nimaligini misol qilsak bo'ldi. Saudiya Arabistondagi 50 mingdan ortiq Sharq Turkistonlik bor. Tege men Sharq Turkistonlik deganlardan. Ammo 99% bir og'iz Uyg'urcha gapni bilmaydi. Nima uchun? Chunki u davlatidan ayrilganlik uchun. Chunki u davlat ayrilib ketganda, uzoqdan qilib ketganda ki u til saqlash, nima saqlash, hamma narsa yo'qolib ketdi. Turklar nima uchun o'zinikini saqlay oladi? Tilini nag'i bo'lsa. Dunyoning nag'i bo'lsa, chunki aqsda bir davlat bor. Masjidlardan tortib, shu davlat yetaklayotdi, davlat nima qilyotdi, saqlanayotdi. Mayli chet elliklarga to'y qilib kesimi, nima qilib kesimi yana umumiy jamoat shakllanganlik uchun yana o'zininki milliy kimligini saqlag'lik. Shuning uchun davlat bo'lmay turib bizningki aqllarimizni, tilimizni, millatimizni saqlash mumkin bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Buni ko'ryapmiz. Bu bir haqiqat. Buni tushunishimiz kerak. Hozir Xitoyning teatr tashviqotlari bor. Biz irqiy qirg'inchilikni to'xtatdik, andamanda qildi deb ba'zi munofiqlarni akirib, nima tuqqanlarga kurashtirib, apirib kelib qilayotgan ishlar bor. Buni ko'ryapmiz va shunga oldinib nurg'un kishilar aldanayotdi, nurg'un ba'zilar aldanmaganlar tehdid uchrayotdi, shuncha jimjit bo'lib ketib bordi. Hech kim degani jimjit bo'lib ketib bordi, namoyishlarga nimalarga qatnashmayotdi, shu besim tufaylidan. Ammo Xitoy shengili bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Xitoy 100 yil burun bu bizni yo'qotish niyatini nim qilib bo'lgan. Kitobiga chirib bo'lgan, strategiyasini nim qilib bo'lgan-te. O vaqtda kuchlik emasdi, bugun kuchlik shuncha tamamen yo'qotish yo'lida. Hozir vaqtincha manda yana shu goldash o'yinini o'ynayotdi, ammo bu Xitoy uchun bir o'tkil masala, vaqt qozondirish masala. To'xtamaydi o. Xitoy bizning tüptün hammamizni yo'qotqicha Xitoy to'xtamaydi aziz qarindoshlar. Biz shu qarindoshlarimizga, avlodlarimizni qutqizish uchun, avlodlarimizning kelgusini, biz tilimizni, madaniyatimizni saqlab qolish uchun shu davlatimizni saqlab qolishimiz kerak. Davlatimizning mustaqilligini aslo keltirishimiz kerak. Undan keyin hamma narsa bo'ladi. Shuning uchun bu hammamiz uchun birdan bir vazifa. 3 narsa. Eng oddiy talablar. Nadin bizga bir telefon bormi desa, biri Xitoy atalg'isi Xinjiang degan narsani ishlatmasligini talab qilamiz. Bizning davlatimiz Sharq Turkiston. Ikkinchisi, bizni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilishinglarni va mustamlika ostidagi bir zimin deb e'tirof qilishinglarni talab qilamiz. Uchinchisi, nima? Biz
Tibetninki va boshqa millatlarga qanday o'zininki o'z taqdirini o'z belgilash va mustaqillik nasl keltirish yoki mustaqillik haqqini qo'llagan bo'lsanglar bizninkini shunday shaklda qo'llashinglarni talab qilamiz degan mesajni berishimiz kerak. Hammasiga mayli anglasin, anglamasin shuni talabni qilishimiz kerak. Agar haqiqatdan bizga bir narsa qilib bergan bo'lsa, shuni qilib ber. Hech narsa qilolmasangmi, uch narsani qilib ber deb talab qilishimiz kerak. Bo'lmasa boshqasi nima? HP ahmiyat yo'q. Kiravatimiz mana natijasini ko'rdik mana. 40-50 yil da'vo qilib o'tirmiz biz. Da'vosini ko'rdik mana. 40-50 yil da'vo qilib ne qadar da'vo qilganligini. Rahmat. Bugun bu vaqtingiz ko'p rahmat. Bo'libmi bu oxirida aniq qilib so'zlab berdingiz. Bu siyosiy da'voninki prinsipi, eng oxirgi xalqlik masalasi. Bizni Şinjan deb atmay, Sharqiy Turkiston deb atishinglar kerak. Har qanday vaqtda da'voning bu ichiri o'zgarmasi kerak deb. Ikkinchisi ishg'ol qilingan zamin ekanligini e'tirof qilish. Undan keyin uchinchisi xuddi Tibetga o'xshash, Tibetga nimani bergan bo'lsanglar, bizga shuni berishinglar kerak deb. Biz bu asosimizni qurib olgandan keyin bundan keyingi da'volarimiz shu yo'l bilan mangadi, adashmaydi. Hamda oxirida bu masala shunchalik oddiy ekanki, Şinjanlık bo'lmaslik uchun tirishsaqlar ishlar bo'ldi ekan. Şinjanlık bo'lmay Sharqiy Turkistonlik bo'lish. Şinjan degan atalgan agar o'ylansanglar, og'zingizdan chiqarsanglar, bu bir haqorat, bu bir numus. Bizning hatto davlatimizning ismi yo'q, haq qo'yib bergan bo'ldi-da buni. Bu bir numus. Agar kichikgina aqli bor odam men bu Uyg'urlar bir yerga kelganda Şinjan deb gap qilib ketganini ko'rsam, men shunda ko'nglim yerim bo'ladi. Bu Şinjan degan gapni o'ylab baqsanglar bo'ladi. Sen mustamlikçilik yaşayotgan bir hayvan sen, qul sen degan ma'noni bildirdi. Şinjan degan gapning o'zilam. Shunga bizning barliq tirishchanligimiz Sharqiy Turkistonlik bo'lib o'lish. Sharqiy Turkistonlik bo'lishning o'zilam bizningki eng chong iftixorimiz, eng adoqli aqidamiz. Ko'p rahmat. Boshqa tushuntirishning o'rnimi yo'q ekan, o'zini Uyg'ur deb bir atalg'i bilanla oqlashga tirishayotganlarga kichikgina eskartish, uning bilan aqlab bo'lolmaysizlar. Sharqiy Turkiston bo'lmay turib, bizning hech nimamiz bo'lmaydi. Uyg'urligimiz bo'lmaydi, tilimiz bo'lmaydi, madaniyatimiz, kulturimiz bo'lmaydi, hech nimamiz bo'lmaydi. Shunga Sharqiy Turkistonlik bo'lish bizningki adoqli aqidamiz. Rahmat Solih Xudoyor akandim. Hammamizning shu vaqtda xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr.